Bugungi mavzumiz boshlang'ich sinf o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda ta'lim vositalaridan foydalanish. Reja. Birinchisi, boshlang'ich sinfda axborot-kommunikatsion texnologiyalarini qo'llash. Ikkinchisi, interaktiv ta'lim vositalaridan foydalanish metodikasi. Uchinchisi, multimediali taqdimotlar boshlang'ich sinflarda qo'llanishini ko'rib chiqamiz. Dastlab boshlang'ich sinflarda axborot-kommunikatsion texnologiyalari aktlarini qo'llash ta'lim sifatini necha foizgacha oshirishini ko'rib chiqamiz. Bunda o'quvchilarning 70% dan ortiqrog'i turli elektron resurslar va dasturlar bilan o'qishni tezroq o'zlashtiriladi va hozirgi kunda O'zbekistonda boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1000 dan ortiq elektron darsliklar va resurslar ishlab chiqilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston bo'yicha boshlang'ich sinf maktablarining 85% dan yuqorirog'i kompyuter sinfxonalari bilan jihozlangan. Multimediali taqdimotlar boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilib qo'llanishiga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, multimedia tadqiqotlaridan foydalangan holda o'qigan o'quvchilar 30% gacha ko'proq ma'lumotni egallab olishlari va o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishi 40% gacha oshishi ko'rsatib berilgan. Elektron darsliklar va resurslar samarali foydalanish ta'lim tizimida muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda elektron ta'lim resurslariga kirish imkoniyati tobora kengayib, 2023-yilda ta'lim sohasida 500 dan ortiq elektron darsliklar, 1000 dan ziyod interaktiv resurslar mavjud. Shuningdek, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun 24 ga 7 kirish imkoniyati ta'minlangan, shaxsiy o'zlashtirish tezligini moslashtirish imkoniyati beriladi. Elektron darsliklar yordamida o'quv yilida talabalar nazariy bilimlarini mustahkamlash va qo'shimcha mashqlar bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Elektron resurslardan foydalanish orqali ta'lim sifatini 20% gacha oshirish mumkin. Ta'lim platformalarida o'quv jarayonida integratsiyalashgan ko'plab afzalliklarga ega. 2021-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, boshlang'ich va o'rta maktablarda raqamli platformalar yordamida ta'lim olgan o'quvchilarning 65% darslarni yaxshi tugatganliklarini bildirishadi. Shunga o'xshab, xuddi shu yilda universitet talabalarining 72%ni raqamli ta'lim platformalarining samarali ekanligi qayd etilgan. 6-bosqichda ta'lim sinflarda raqamli didaktik materiallarni yaratish masalalari ko'rib chiqilgan. Bunda o'zlashtirish ko'rsatkichlari 20-30% gacha oshirib berishi mumkin. Yurtimizda har bir maktabda taxminan 3-4 ta yuqori sifatli va raqamli ta'lim vositalari mavjud bo'lishi kerak. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dastlabki sinflarda raqamli ta'lim materiallari yordamida o'quv jarayonini tezkor va osonroq amalga oshirish ko'zda tutilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.